Assalomu alaykum azizlar. Mana 40 kunlik ochlikni 17 kuni ham o'tdi. 18-kun ertalab olyapman ushbu videoni. Bugun 12-iyul 2021-yil. 25-iyundan boshlaganmiz ochlikni. 17-kun qanday o'tdi? Kun yaxshi o'tdi. Uyqu 5 soat bo'lyapti. Oldin 3 soat, 4 soat edi, sal ko'paydi. 3 kilometr piyoda yurdim. 3 kilometr piyoda yurgandan keyin 3 litrdan oshiqroq suv ichdim. Psoriaz toshmalar. Ertalab yaxshi edi dush qabul qilganimda. Keyin kunduzi bilan juda ko'p bezovta qilib po'st tashladi. Kechqurunga borib yana silliqlashib qoldi. Dush qabul qilishdan oldin. Dushdagi yana ham yaxshi bo'ldi. Kimahal dush qabul qildi. Keyin mana bugun ertalabda yana po'st tashlashni boshladi. Asablar tinch, hech narsa bezovta qilmadi. Kayfiyat yaxshi. 10 kunda 7 kilo ozgandim. 15 kunda o'lchaganimda 8 kilo ozibman. Yana 20-kun yana o'lchayman, xudo xolasa. Juda yosh ko'rinaman. 33 yoshligimda tushgan rasmim. Lekin shundan 5 oy oldin rasmga tushishdan 5 oy oldin va 2 oy oldin 10 kunlik ochlik qilganman 2 marta 2016-yil. Shu 10 kunlik ochlikda 8 kilo ozganman. Keyin oldingi vaznimga 4-5 kilo qo'shilib yaxshi formaga kirib qolganman. Bu degani shu rasmda e'tibor qilsangiz 28-30 yosh berishadi. 33 yoshda tushganman rasmda. Bu ham bir ochlikning foydasi, odam yosharib, yosh ko'rinib qoladi. Xavotir olmanglar, hammasi yaxshi. Keyin kitoblarda o'qishimcha shu bugun erta, ya'ni 18-19-kun yana qiyinroq kunlar bo'lar ekan, xuddi 4-5-6-kundan. Barcha kuzatib turganlarga rahmat. Hammanglar sog' salomat bo'linglar. Dardi borlarga Alloh shifo bersin. Salomat bo'linglar. Ko'rishguncha.